Mamlakatimizda qurilish sohasida shaffoflikni ta'minlash va inson omiliga chek qo'yish maqsadida nazorat tizimi to'liq raqamlashtirilmoqda. Ayniqsa, obyektlarda korrupsiyaviy xavflarni kamaytirish hamda tekshirish jarayonlarini soddalashtirishga alohida e'tibor qaratilyapti. Nurafshon shahri misolida mavzuni davom ettiramiz. Toshkent viloyati hududiy nazorat qilish inspeksiyasi xodimlari zamonaviy bodi kameralar va maxsus planshetlar bilan to'liq ta'minlandi. Endilikda qurilish maydonlaridagi har bir tekshirish tadbiri audio-video formatda yagona elektron bazaga integratsiya qilinmoqda. Nurafshon shahrida ishga tushirilgan maxsus operatorlik shtabi esa viloyatdagi barcha obyektlarni real vaqt rejimida masofadan onlayn monitoring qilish imkonini beryapti. Inspeksiya tomonidan, ya'ni har bitta soha yo'nalish bo'yicha aniq belgilangan vazifalarga asosan Qurilish uy-joy kommunal vazirligi hamda kadastr agentligi bilan hamkorlikda ishlar olib borilmoqda. Hozirda Toshkent viloyati hududiy qurilish uy-joy kommunal ma'muriy binosida jami 100 nafardan oshiq xodim faoliyat ko'rsatmoqda. Har bitta bo'limda o'zini yo'nalishi bo'yicha xodimlar biriktirilgan. Har bitta xodim o'zini hududga chiqib, shu hududdagi belgilangan nizom talablarida o'zini lavozim yo'riqnomasiga asosan berilgan vazifalarni hududga chiqqan holatda ishni tashkil etishadi. Ma'muriy binoyimizga kelib tushgan murojaat, taklif shu binodan to'g'ridan-to'g'ri, ya'ni inspektor o'sha maxsus planshet orqali yo'naltiriladi. EDO tizimi orqali xodim bu narsani qabul qilib olgandan so'ng 15 ish kunida buni ijrosini ta'minlash bo'yicha ish bajarishadi. Qurilish obyektlarini onlayn kuzatish bo'yicha integratsiya qilinayotgan obyektlarimizni qo'shimcha qavat qo'shishlarini oldini olish, qo'shimcha bloklarni qo'shishdan oldini olish maqsadida onlayn markaz tashkil etilgan hamda yangi zamonaviy texnologiya asosida hozir AI nazorat degan tizim ishlab chiqilgan. O'sha tizim bo'yicha ham qurilish jarayonida inspektorlarimiz boshqa obyektda bo'lgan paytida qolgan obyektlarda qanaqa holat ketayotganligi bo'yicha ham nazoratini olib borilaveradi. U murojaatlar kelib tushganda ham inspektorlarimizdan ham bodi kamerasi bor. O'sha bodi kamera orqali onlayn kuzatib boramiz. Muomala madaniyatlarini qanaqa olib borishyapti, haqqoniy olib borilyaptimi, onlayn tarzda nazorat qilib boramiz. Shuningdek, 1-sentyabrdan boshlab kommunikatsiya tarmoqlariga ulanish yagona tizim orqali bitta ariza va bitta to'lov tamoyili asosida amalga oshiriladi. Qiymati 3 milliard so'mdan yuqori bo'lgan byudjet obyektlarida esa video kuzatuv kameralarini o'rnatish majburiy etib belgilanadi.